Salam dostlar, yaxshimi? Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Bugungi videomga xush keldinglar. Bugun shu Huda Beauty'ninki yangi chiqqan Nari palette, ya'ni Nari Nude palette bilan bir krem qilmoqchi. Unda bo'lsa, o'tilam video qildik. Shazamlar hozir kirmaniya vaqti 11 bo'lay dedi. Endilik o'tirib tatıvattım. Aslında bir saat burun başlagandım tatishni, ama boyam qo'lim tegib ketib, biroq oldidagi tatgan yerimning hammasi yuyilib ketib qoldi. Shuning bilan qilib o'tirib hozir qaytadan tatyapman. Ko'rayotganinglardek yuzimning kremini boshqa qilib oldim. Bu yuz kremim oldingi Hindiston kremini qilgan vaqtimdagi yuz kremini qilgan usulim bilan o'xshash. Shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Bugun vaqtni tejash uchun o'dilam ko'z kremidan boshlaymiz. Asli bu videoni men bir hafta burun tatmoqchidim, ammo u kuni u bu ishlar bo'lib, bir haftadan keyin surilib ketib qoldi. Men bu paletni shu Instagramda Huda Beauty'ninki to'rbitida ko'rib qilib, shaxsan pek yaxshi ko'rdim, rasmlardan pek yaxshi ko'rdim, men videolarni ko'rib degandek. Shuning bilan shuni og'im kelib oldim. Oldin qattam shu video tatamay qolgan sababli oldingi shanba kuni shu do'yinda krem qilib nahmaydan ko'z tish qildim. O bu ranglarimda qipcha qilib shiltib baqdim yu, ammo qolgan ish qolgan ranglardan hech qaysiga qilmadim. Degan qolgan ranglarni sizlar bilan birlikda ko'rib, swipe qilib qo'limga surib turib ko'stima. Unda qo'sa oldimdan ochaylik. Buningki qipi shu jigarrangdagi qopga, ya'ni xoshu qop, undan nima keyin tarafda bo'lsa, men yerda ishlatgan narsalari, ya'ni ichidagi ingredient tayyor. Made in Italy. İtaliyada işlenibdi. Onaki 24 month, yani 24 aylık işletiş vakti var ki. Gördüğünüz gibi yerdeki küçük bu şu 24 ay işletiş vakti var ki. Bunun denkim bunu tak görürsünüz buldu diyeyim. Okay. Hem de ki bunu kapını açayım. Bayam degandek qipi butunlay oldi tarafi butunlay ko'rinadigan jigarrangdagi xoshu shekil, ya'ni mana undan o'zining qipi bo'lsa, mana ustiga bir xil qog'oz bilan xoshu aralash, shunday xilmat shakldagi ekan. Anadagi Nari deb xitba. Nari deb Beyoncé'ning Nari Girl degan naqsi ism kelib qoldi. Okay, unda bo'lsa, yana shu eyeshadow palette qapak sırıq paletimiz qaytib kelaylik. Bunun içini açaylik. Ben bir qatam içib oldim. Mana bunun içi mındaq. Unda bo'lsa, shu har bir rangni men bayam asli har bir rangni bir qatamdan sipab o'tib bo'lgandim. Amal yo'q, men kameralarımdan juyilib ketib qoldi. Shu butun boshdan boshlab qayta tatyapman. Shunga ayibki buyurim qayslar ustida menda qo'lim tegib bo'lgan izi qolib qoldi. Bo'lmasa bayam hech qanday izi yo'q deb bak qizdi. Okay? Unda bo'lsa, bilkimni içib bir talim swipe qilib bitay. Birinci Filthy degan nihoyatda suz to'g'on rang, anadikin Passion degan marble tashdagi rangi, uchinchisi Shameless, to'rtinchisi Please Me. Simlanim deydim. Okay, ready? Parmağımı nasıl noquşdak sürüp koydum bunu. Dakikten sürüp koydum ben to'rtinchisini. Üstüne to'liqlab o'tay. Okay. Endi bir ratlik bo'ldi. Hozircha menda ko'rib turibman, biroq kamerani oldiga ekilma. Okay, endi 5-chi rang Hypnotic. Ni, mana bu Hypnotic degan. Buni suray. Okay. Endi Marble Heart degan marble rangi. Bu bir. Okay, mana bu Untamed degan rang bu 2. And then Irresistible degan paqraq rang 3. And then Flower Power degan paqraq rang 4. And then Rough degan to'praq, qiynoq to'praq 5. İşte qıpırtalım süray. 1, 2, 3, 4, 5. And then yana davomı Spicy degan mat rang. Spicy 1, Arouse 2, Cüz rang. Man atlab o'tib ketib turay. Tantric degan paqraq seriq rang bu 3. Nari mush paletning ismining rangi 5. Lekin marble paqraq rang 5-siga provocative deydi. Okay, like 2, 3, 4, 5. Endi oxirgi 3 rang. Birinchisi Desire, ikincisi Juicy. Başka rang baş sürüyüp duray. Desire degani paqraq rang ekan.
Ananıkin juicy deyini sus. Güzel. Endi mening kalamni vekişi qaymoq durat kerak, mavrang buldu. Men üstünü bayam siypog'ashqa jo'ylab ketgan videomda siypog'ashqa sal qasma qolib qoldi. Bo'lmasa normalda rasmiga qarasangiz bu ustiga kumlash bo'lib ketgan jo'zrang bilan jigarrang kumlachi va ashundaq bir xil mich. Buni men tushunamadim. Siypsam hozir menda chiqadi-da, kerak siypib o'tkazishga mo'ya. Bayam tezakroq chiqmagan, bir xil po'xtak chiqib qolgandi. Hozir suray. Mayaqdan başlayalım. Mau birinci bek sus to'g'onrang. Keşkin silk marble'ning rangi, andan paqroq ranglar. Mat rangdan uchi, andan yana paqroq. Mau mat rang, mau uchilsa mat rang. Paqroq rang. Mau mat. Bayam qisi mau marang chiqqani, bayamqi ichida kumlach rang shu. Başta, ishonsanlar, başta menda surkigan vaqtimda bunday rang chiqmagandi. Dedim ki ben videom juyulib ketdi deb, ash juyulganning ichida ajoyib sat bir po'q rang chiqib qolgan. Ammo bekrak necha qo'chib o'tgandan keyin hozirgi rangi güzel yani. Ne diyeyim? Güzel. Bu paletga bo'lgan birinchi ta'siratim bo'lsa, men 70 nomer qo'yman bu paletga. Nimishga desanglar, mavi bir qancha qiyniq mat ranglari degandek ko'nglimdagidek chiqmay qoldi. Rangi durust, chiqqan rangi chiroyli, xato rang chiqib qolmadi, ammo ko'rsanglar, yaqin akab ko'rsanglar, buningki yepishchanligi yaxshi emas. Rost deyish kerak. Cho'marikka, qimmatga debdan pul oldim debdan yog'an qilmaydi. Rost deymiz. Ya'ni olmuyormi? Olmuyor. Agar yaxshi chiqqan bo'lsa pigmentli, masalan, maskara, 3 rang qaranlab 1, 2, 3. Ostiga surgandan keyin yo'q. Oturib bir sizoq eshib qilib mushta rang to'liq surganmadi. Huda Beauty xanim, yaxshimisiz? Ahvolingiz tinchlik? Siz Uyg'urcha bilmaysiz, ama shundaq so'zlab o'tay. Bu paletaringizdagi materiallarni yaxshi qilamabsiz. Ammo paqroq ranglar bilan bayamqi marble degan rangni men pek yaxshi ko'rdim. Ya'ni mani bugun ishlatgim kelyapti. Mau paqroq ranglarni, mau uchini men pek yaxshi ko'rdim. Men ham yaxshi ko'rdim. Bu zaten burun paletlarda bor rang. Deganak mau irresistible degan rangim pek chiroyli. Faqat mush to'p ranglarni, mat ranglarni men tozagandek yaxshi ko'rib ketdim. Keyin bu shu slippery degan rangini bayam jo'ylab ketgan videomda men buningmi xato belgisi qo'yib aytgandim, ammo bekrak menda rangini aralashtirib olsangiz, haqiqatan ham chiroyli bir rang chiqa oladi ekan. Yoqtirdim degandek. Okay, unda bo'lsa qolgan nomerni men ko'zimning grimini qilib bo'lgandan keyin anandikan qo'yay. Andan sizlarga olsanglar yaxshimi, olmasanglar yaxshimi, arzimamdu, shuni shu chaqda. Okay? Kirmimiz başladı. Onda olsa qo'limdagi bu michiqni juyday. Bugun ko'zimga shu grim qilishdan burun eye primer ishlatishni, eyeshadow primer ishlatishni o'ylashdim. Buni NYX'ningki NYX Professional Makeup'ning mau. Shuni olib qo'ygan, chiqishiltib ketmadim, chunki men normalda pek eyeshadow primer ishlatib ketmayman. Ammo bugun qiynoq grim qilgan bo'lgandan keyin shuni ishlatay, chunki sizlar bilsizlar, mening qopqimning o'zining ozroq tabiiy rangi bor. Ikisi bo'yab qo'ygan deb turasam. Endi Hypnotic degan mavrani ilib, deganimdek pigment ancha yaxshi emas-a. Shunday qoldim bo'lmasa. Buni. Das mag ich nicht. Ehrlich zu sagen, das mag ich nicht. Buni shu bir necha qitim qaytlab ustiga bir suratmisangiz, rangi to'liq chiqmaydi ekan, mishariga nomerni evitma. Yaqindan yoqim shu. Hindiston chiqarimdan keyin qachon chiqadim videosini? Ishkab tushkushab to'g'ri chiqadim-ku. Shundan keyin bugun mana vaqtim chiqib, vaqtim to'g'ri kelib video tortyapman. Ba'zanlar so'raydi, nimishga vaqtida chiqib bo'lmaysiz? Bizning vlog ko'rgimiz batdi, bizning video ko'rgimiz batdi deb. Mening chiqag'im bor, ammo hozir 5-mavsumda o'qiyapman. Maktabim butun az qilyapti. Normalda mush Germaniyada bakalavrlikni Germaniyada siz 6 mavsumda bitirsangiz bo'ladi, ammo masalan, jiqlarni 6 mavsumda bitirib bo'lmaydi, chunki haqiqatan tez darsliklar jiq bo'lgandan keyin Germaniyadagi maktablarga, jumladan chet eldagi maktablarga kirish oson, chiqish tez. Shunga keyingi bo'lgan seri darslar tezlashib, jiqlab, hammani boldiroq bitiray degandan
xiyalini, planını qilib, şoňlaşqa jiq däris aldym mevsum. Amal bar keler mevsumga jiq däris goýup goýmay, keler mevsumda şu bakalavurlyk ilmi makalamny ýazdyganга wagt çykyray dep şuna oýlaşdym. Şoňlaşqa därisiniň tolalygydan hem bu ýerde maňa tamak edip berdiň adam ýok, öýt azap berdiň adam ýok. Paski tuş bilen tamak ýedsem ýa özümizniň uýgurça aşganlary ýok, men turatgan şäherde. Her jätden okuşnaň, turmuşnaň bisimleri sebäplik men günde kamerany götürüp emek berip, ýa vlog tatyp ýa-ki bir näselerini çykyryp we ýa-ki muşda görüm videolaryny çykyryp gyplamaydy ekenmen. Şundak bolsunmy men togry düşünüp, hazyrky kadar meni gollap-guvvatlap kelýatgan dostlarymyzga çenki öňümden rahmet aýtdyman. Emdilikkä azrak beýsiniňki rengini gynyklatyş üçin Maurof diýen ragny işletdi. Ajap tolaslyk uguldy bu. Şöyle bir zaman buldu. Emdilikkä şu spicy diýen ragny elep Qabaqninki çörsige süreý dep oýlaşypdym. Ýa-ki nadyny süreýim. Spicy süreý ýa. Spicy süreý. Spicy diýen ragny elep Ýepişcanlyk tuz degendek ýakşy emas. Emdikkä mä oon nari diýän indi. Startay. Endilikkä mä bu passion diýen marble rang bar bu. Kulan bilen alay. Meş rangny snipe again. Rang bek çyraýlyk, lekin pigmentary diýendek emas. Ýepişcanlyky. Mınqavat sürüwetdim. Şunda testi çıkıyordu. Kulağım tüyüş gitti. Endi bayanqı kiçik çotkyny elip, ýa-ni şu nary diýen ragny miýege tulaklap ýetdi. Hazır azrak ma bu flower power diýen rengini azrak ma bu jekki şilt bakym kötü kandarak çykan. Let's try this out. Güzel. Marağını pek yaktırdım. Bunu highlighter'ını orada dişlerseniz rahat oluruz. Pes çıkarık ya. Bunu numar koşay yaptı. Endilikkä ýene bayanqy tüs menda yapylak çötkini ilip nari diýen ragny asty gapgymyzga berey. 20 gacdan beri tokta kasamdan buldu. Ayakmy şu.
Amdiki uchun azroq pakizlayotgandan keyin. Ay, Koko dishto. Uchun pakizlayotgandan keyin boyoqi passion degan edib. Osti qopqimizga eyelinerga Fox Eyes, siz bakay, tulki gözü. Yana okşaş, Too Faced, Better Than Sex, okay? Eyeliner'ını sürüp oldum. Pek uzak sürdüm bu eyeliner'ını. Pek koyup kettim o ya. Yana bir kirpikimni to'plab boqaymi ki? Mau yaxshiroq bo'ldimi yoki? Endilikka asti kirpikimizga ozroq vaqt beritaylik. Endilikka bo'lsam shu yuzimizning konturini berib, undan highlighterlarni bir beritaylik. Kontur berganda shu say chiqqanda yana o'xshash Anastasia'ning paletini ishlatyapman. Shu shoxtashlarim qanday qilsam bo'ladi? Endilikka bu Dior'niki 361 numaralık anglik, to'g'on anglik, mush anglikni suramiz. Highlighterga kelganda Anastasia Beverly Hills. Anastasia'niki bu to'g'on anglik. Endi eng oxirgi bir qadam kalpuk. Kalpukga kelganda NYX'niki SPL 831. Oldingi qitimliq videomda xatolashmasam shuni ishlatdim deyman. Buni ishlatdim ya. Tutib qoldim. Endi lavsuroqqa kelganda Chanel'ninki 432 numar. Tada!
Kirimimiz bitti. Endi eng axırkı bir qadam setting spray'ni chechitaylik. Urban Decay'ninki mayni kontrol qiladigan oil control setting spray. Kirimimiz bitti. Ko'rganlaridek bugun Nari palette, ya'ni kepsiz deganlarni da Uyg'urchada. Shunda kepsiz unaqa bir kirimni hosil qilib chiqdim. Hamda tulki shaklidagi ko'zini sizdim. Chunki bakarak inglizchada seducing deymiz. Ham bu paletniki ismiga loyiq kelgan kirimga uyg'on bir shakl bo'ldi deb o'ylayman. Yoqtirishinglarni umid qilaman. So, You look good. Yeah, you look good. I look good. Like, you raised the standard very high. Endi qaytib kelib Nari paletimizga kelsak, bu paletga men 80 numar qo'yay. 80 numar qo'ydim. 20 numarni neden tartibdim deganda shu mat ranglariniki hamda marble ranglariniki yepishchanligi toz yaxshi emas ekan. Marangni kumlash. Mush kumlash rangni menchi bo'lganda agar bo'lgan bo'lsangiz bu paletni shu changida siqib, besib turib, shu bo'lishiga ilashtirib, andan keyin ishlatsangiz, suz rang, azaq jigarang, suz jigarang aralash shunday chiroyli rang bo'lib chiqadi ekan. Uningdan boshqa yeri okey. Endi Huda Beauty'niki nude paletlariga selishtirganda ishkilisning ortiqchiligi, kamchiligi bor. Shunlashqa yana shu Huda Beauty xonimninki shu mat ranglarida ba'zan bir ranglarninki shu yepishchanligida kerak, kuchliroq ashnaga kerak ahamiyat berishini umid qilamiz. Buni men 66 yevroga tordan olgan. Buningki 66 yevro degan vatanning puli bo'yicha 8 ga ko'paytsangiz 480 yuan 500 qo'ylar atrofida to'xtaydi ekan. Shunga bu paletni agar men jiddiy bir yaxshi bir paletga ehtiyojim bor desangiz, buni men tavsiya qilmayman. Agar mayli bo'pti, ip ko'rib baqay, u ranglarni bundan maslashtirib o'ynab baqay desangiz, olsangiz bo'ladi ekan. Azroq eshinib qolsangiz, olsangiz bo'ladigan palet ekan. Lekin men bugun ishlatmadim, ammo bundan keyingi videolarda va yoki keyingi kirimlarda ishlatib qilishim mumkin. U bo'lsa bir qancha paqroq ranglar. Bularning haqiqatan yaxshi ekan. Agar sizda bunday ranglar bo'lmay qolsa, men bayam swipe qilib ko'rsatib qo'ydim-ku. Sizda agar bunday ranglar bo'lmay qolsa, olsangiz bo'pmi qoladi. Ammo mat ranglariga, ya'ni numarni ham shu yerdan kesatdim zaten. Degandek, shu 80 numar qo'ydim. Va bo'lsin bo'ladigan, yo'q bo'lsin bo'ladigan bir paletga. Bu meniki chin ko'nglimdan chiqqan yurak so'zlarim. Degandek hozir soat qancha ketdi? 12:20 bo'pti. Endilikka asta yig'ishtirib ko'zlarimni yuvib yotgandan tayyorligini qilay. Shunday qilib, bugungi videomizni oxirlashish paytiga keldi. Mushu qilgan kirimimni yoqtirishinglarni umid qilaman. Yana qanday kirimlarni ko'rganlar bor yozib qo'ysanglar bo'ladi. Yana oldimizda Christmas, Rojdestvo bayrami kelyotidi. Agarchi men shaxsan o'zim bu bayramni qutlamayman, shundaqdimi yana mushu temadagi kirimni chiqarishim mumkin. Ananiki yangi yil kelyotidi degandek. Amal bayim chiroyli kirimlarni o'zingizlar sunishga tirishiman. Meniki uyg'unish besmim xili og'ir. Shunlashqa pek chiqib bo'lamasligim mumkin. Buni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Endi men chet elga nima deyman, men chet elga o'qishga chiqqan. Chet elda maktabga kirish oson, chiqmoq tez. Shunlashqa mening shaxsan o'zimning boshqa ishlar sababli shu o'qishimni yerim yo'lda to'xtatib qo'ygan kamidi. Shunga agar vaqt-vaqtida tatamay qolsam, vaqt-vaqtida videolarni chiqaramay qolsam, to'g'ri tushungaysizlar. Hammalarga rahmat, hammalarning bu vaqt xayrli bo'lsin. Men yaxshi tush ko'raysizlar, yaxshi tush ko'ringlar. Bo'ldi, undaq bo'lsa bugungi videomiz mishada yaxlashdi. Keyingi videomizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.